Hammaga assalomu alaykum, добрый вечер. Tak, Damas'imiz почти tayyor bo'lgan, sideniyasi qurisa taqib olaman. Vaqtim boridan anaqa qilib qo'ying. Damas уже почти 95% tayyor. Buni ham boya olib qo'yganman. Buni sideniyani chexolni yechib tashlaymiz. Sideniya splashnoy yuviladi. Gilam menimcha yechaman u. Qolgan joyi как обычно hamma yog'i yuviladi. Qorong'uda ko'rinar ekan, dog' bo'lib yotibdi. Nariyog'i ham dog'. Ko'pinchalik lyukli jentra anaqalarda, lasettilarda 4 ta shlankasi bor, o'sha tiqilib qoladi, suv bu yoqqa chiqib ketadi ko'pinchalik. Lучше va hozir buni qorong'ida ish qilmayman-u, yechintirib qo'yamiz. Xizmatda bo'lsa bemalol aloqadamiz, charchamayman.